Yaxshi yetib keldingizmi ona? Ha, yaxshi keldik. Qani biz siz bilan tanishaylik. Zubaydullayeva Rahbarxon 1944-yili Samarqand viloyati Jomboy tumani. To'g'rimi? Ha. Kasallik bo'yicha остеопороз нижнегрудного поясничного крестового отдела позвоночника, центральная грыжа диска на уровне L4, L3, размер 6,7 сантиметра. Протрузия диска L1, L2, L2, L3, L4, L5. Дегенерализация тел на уровне L4, L5. Вторичный стеноз позвоночного канала. Bu grijangiz bor ekan. Salkam 7 millimetrlik grija. Necha yil bo'ldi bunda qiynalib yurganingizga? Bir 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi-da. 2 yil bo'ldi? Ha. Nima qanday og'riq beradi? Hozirmi? Ha, unda tushuntirib bering. Qayer og'riydi masalan? Oyoq, qo'l. Shu dumg'ozani usti bor-ku. Ana shu yog'im shunda mana shuncha joyi og'riydi. Qaqshaydi. Shunday og'riydi. Hozir o'sha mana og'rigan vaqtda tazlarim ham og'riydi, o'sha suyagi ham. O'rningizdan turib, o'tirib ko'rsatingchi menga. Mana bu yoqqa turing. O'tira olmayman. Amallang endi. Qayoqqa? Lekin o'zingizni majburlamang. Tura olayotgan joyingizda shu yergacha tura olaman deb ko'ring, bo'ldi. Yo'q, o'tib oling. Ha. Aha. Qani endi astagina o'tirib ko'rsating. Salgina o'tirib qo'yish. Mana ushlayman uni agar ushlolmasa ushlab. Qayergacha o'tira olasiz? Tualetga o'tira olasizmi? Garshokmi yo? Yo'qda, tualetga tura olmayman. Baland garshokim bor. Garshok. Tushunarli. Ha. Ana endi turing, bo'ldi shu holatingiz ekansiz. Engashib ko'rsatingchi. Oyog'ingizni uchigacha engashib olasizmi? Qayergacha boradi? Yiqilib tushmay boradi. Mana shu. Bo'ldi, tushundim. Bo'ldi, o'tiring joyingizga. Вообще oyog'imni bosib yura olmayman. Mana bu yerdan pastidan beryaptimi og'riq? Pastdan, yonboshdan. Ya. Mana bu yerdan u yog'ida. Bo'ldi, shunday. Ushlab turavering. Oyog'im mana ana shundan buyog'i karaxt, og'ir, qattiq, ikkovi ham. Tushunarli. Ana shuda shu oyog'imni tagi ham bosolmayman-da. Katta bir kesakni bosgandaydi oyog'im tagi. Ha, uyushib qolgan, sezmaydi. Ha. Nimachi? Qayerga borib davolanib ko'rdingiz? Samarqand Qo'mada hamma klinikasiga yotdim. 10 kun lecheniya olasiz. 10 kun qildilar. Darrov kasalingizni topadi-yu, 1 millionga nima yozadi-yu. Mani qayerdan topdingiz? Ha? Instagram. Sizni Instagram, men telefonga ko'p qarayman-da. Men bilasizmi? Men nimadan YouTube'dan nimaga ham bordim. Toshkentga nimaga bordim? Xorazmlik Amon Xodjayevga bordim. Amon Xodjayev klinika bildirmay uyiga bordim. Lekin lechenilari yaxshi, hammasi fizioterapiya, lazer qo'yadi. Menga zo'rlik qildi u. Svetlar. 4 kun turdim, so'ng davleniyam chiqib ketdi. So'ng taylab ketdim. Lecheniyamiz belgilanmagan kuni, yaxshi bo'lgan kuningizgacha yotishingiz kerak. Balki 10 kundan oshar, balki 10 kundan kam bo'lar. Bilmaymiz. Ha, fizioterapiya toza ko'p oldim lekin. Emas, bizlarga faqat asosan cho'zish, umurtqani cho'zishga harakat qilamiz. Ha, shu kerak-da menga. Dekompressiya bo'lgandan keyin umurtqani arasi bo'shashgandan keyin boyagi grija joyiga joylashadi. Bo'ldi, shunday og'riq to'xtaydi. Og'riq to'xtaguncha. Ha, shu og'riq qolsa bo'ldi, juda ham og'riq. Shu 1,5 oy bo'ldi, Jomboy klinikasiga igna ham qo'ydi, massaj ham qildi, hammasi qildi. Uyga keldim, yana og'ridi. Tushunarli. Fizioterapiya bo'lmaydi. Salomat bo'ling. Men Zubaydullayeva tabib Faxriddin xonadoniga davolanishga keldim deb 20 yanvar kuni yozibsiz. 26-yil. Bugun 28-yanvar. Так, sizda sentralniy grija L3, L4da 6,7 mm, L2, L1da 2,7 protruziyangiz bor ekan. 3 ta protruziya bor ekan. Asosiy shu. Qani, nima o'zgardi? Shu ichida?
Oyoq og'riqdan gaplashay. Ha. Oyog'im og'rimaydi, uyushardi-da, uyushish ham pichik qoldi. Endi asosda bu yog'i ham qolsa kerak-da. Xo'p. Bel og'rim, pichik og'riqlari qoldi, juda qattiq og'riq bilan kelgan edim. Endi bunday ag'anab Hammasi yaxshi, hammasi yaxshi. Yana nima o'zgardi? Yana shu menga glavni bel og'riq edi-da. Bel og'riq edi. Bel og'riq edi-da. Mehnatdan rozimisiz? Конечно, katta rahmat, sog' bo'ling Ilohim. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz farog' bo'lsin Ilohim. Shu bolalaringizni huzurini ko'ring, shu martabangiz bundan ham baland bo'lsin Ilohim. Sog' salomat bo'lib yuring. Hammani lecheniya qilib kasallarni rahmat. Bergan xarajatingizga roziman. Mingdan ming roziman. Salomat.